Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan olchali rogaliki tayyorlaymiz. Qancha masalliq ketganini video tagida qoldiraman. Idishimizga un elab, sariyog' solamiz. Qo'limiz bilan urib olamiz. Ketidan razrixgacha solib, tuxum, qaymoq solib, xamir holatiga keltirib olamiz. Xamirimizni yarim soatga xolodilnikka olib qo'yamiz, tindirgani. Tingan xamirimizni olib, mayda zuvalachalarga bo'lib olamiz. Yoyib chiqib, olchalarni terib chiqamiz. Bitta buklab, bitta tariqa kesib chiqamiz. Yana bitta buklab, ikkita uchini birlashtiramiz, qaytirib, bu shaklda bo'ladi. Pishlarga terib chiqamiz. Qizarguncha duxovkada pishirib olamiz. Mana, bitta rogaliklar chiroyli bo'ladi. Ustini saxarni pudrada bezatdim. Xohlasanglar, cho'katayog'lar, kokosli strushkalar bilan bezatsanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha.